Bak su akaran lazım. Su akaran. Su başkaçadan ha. Ciğer geldiyiz mi? Bakaran ıssıda soğuk su başkası oladı he. Bugün Xudo xolasa 9 may. 9 may günü içetish kerak, mayobga qilish kerak. Mayobga nav kerak, mannobga kerak. Mannobga keldik bugün Xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli oila YouTube obunachilari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Bugün Qudrat akamizning mannobkasına geldik. O'zi har yil kelamiz. Mayda ish qilib bayram kunlari kelamiz bu yerga. Mannobkasini o'zim ham aytibman. To'g'risi, dum zo'r, haqiqatdan ham numeradin desak bo'ladi. Az görüp çırat parasıyla bir yandan ima qarang, suva qarang, su başqacha bo'lib turibdi. Issida başqachadan. Sizlarga bugun assalomu alaykum hammaga, sog'misizlar? Qarang, bugun Xudo xolasa 2025-yil 9 may. Hem bugun 5-gün, hammani juma bilan dak qilamiz. Xudo xolasa hammangiz kunlaringiz xayrli, barakali olsun. Bugun sizlarga Qudrat akaning mannobkasini ko'rsatamiz. Tovuqdan haqiqatdan spesyalist dahshat zetadilar. Adresimiz bizlarning. Bir tarafımız Drujba. Drujbadan gelir işte karatı veramiz. Doğru vişkez aparat gördükten sonra 50 metrelik yol boyuna karatı. 50 metrelik girelik yoluna. 50 metrelik karatı veramiz bir tarafına. 50 metrelik yoluna işini aylangan joylar sözü Qudrat ekan yine mestası. Mannobkada bu yazılıp tuttu abonasına plakatları var. Bir tarafımız Hazarasık'ta. Hazarasık'tan doğru gelir işte 50 metrelik burulganlansın çap kola 10 kol dina. 10 metre girmezler abonacılar. Gelin göreceğim. Bir de karang, nelerden taklap koydular bu ucu. Ne diyorsun bunu? Kömür. Kömürlerden taklap koydular. Ciğer gelin hani. Birisi Instagram ciğer oğlu gitti, yürek oğlu gitti. Assalamu alaikum. Qudrat aka xabar mı? Bana vazibat tilayman. Samay bag'ishingiz. Maalesef. Bugun hurmatli obunachilar yana kelib olib chiqyaptilar, daryo bo'yina yetib turibdilar. Ish qilib Mayobgadan shashik, daryoga yetishak, to'g'rimi? Xudo xolasa bugun sizlarga ko'rsatamiz, o'zi har yil kelamiz Qudrat akam sana. Qudrat akamda ish chekim mannobkan zo'rlar botgan ko'rasiz barasini, biz ko'rasiz. Qudrat aka yomon chiqdi, buni yeysiz. Hay? Buni nishilisi bu. Derisam yo'q ekan uni. Bu kuru som go'sht bu, to'shindan zatilgan, tovuqning to'shindan zatilgan. Qovurga bo'yin degan o'z yo'q içinde. Havan. Kuru som joyi. Kursom joyi, bir de satan ekan, hay? Bir de başkası hazır. Ayak bağı, avide satanı var, bir de bedro degan yeri. Bedro? Ruschasida bedro dedi, bizning satan. Paketlerini salıp veriyorlar. Hozir hammasidan bu hurmatli obunachilar uju mannobka bo'yicha kelishingiz mumkin. Ko'p yil tajribaga egalar. Bugun Xudo xolasa konkret deb plastikdan ham kirsa olaman. Hava, plastik, qilik, hamma narsa bor. Hamma narsa bo'ladi. Hamma narsa bo'ladi dedilar. Hozir ko'rasiz boramiz. Uskart hammasi ishlaydi. Bo'ldi. Xumo, uskart hammasi bo'ladi dedilar. Shunda Mayobga to'g'ri ishidan kelib ketaveradilar, to'g'rimi? Tayyor mahsulotlar. Kelma, to'y tashkilma, denojdeniyami? Narx-navosini ham aytamiz hozir hammasini. Narx-navosi ham yana o'zgargani yo'q, hali shu nerdan buyon Navro'zdan buyon bir xil bahoda turibdi. Bo'ldi. Shunda mening qarang narx-navosini qaysi tushuntirsak shunda Qudrat aka. Yana mannobkamizga qarangmi? Buning narxi 50 ming so'm. 50 ming so'm, derisam yo'q, bo'ynam yo'q. Bo'ynam yo'q, qovurg'asam yo'q. Havan. To'g'ri pishirib beraveradi. Avval qisina dedi odamlar, bo'yin ko'p bo'ldi, qovurg'a ko'p bo'ldi deb. Hava endi har kas sorti bu. Hava, hammaga bir xil. Birov olay ko'rib, birov singa tushib, birov so'm go'sht tushib yurmaydi. Hozir bir xil. Havan. So'm go'sht. Oyoq desa oyoqgina. Oyoq desa oyoq berasiz. Bedro desa bedro. Bedro eng mazali joyi, eng zo'r joyi shu bedro degan yeri. Narxi necha bo'lib turibdi narxi buning? Narxi buni keldilar. 50 ming so'm. Havo. Mana bu kichkina noshga 45 ming so'm. Havo. Bedrosi 50 ming so'm. Qanoti 50 ming so'm. Bir de qanot ham boyni. Qanot ham 50 ming so'm. Mana boylar uradi dedi-ku qanotini. Qanot ham xudo xolasa kimga necha kilo kerak, to'ychimi, tashkilchimi, Havo. Stalovoychimi, do'konchimi berib bilamiz. Hammasini yetkazib bilasiz endi. Hammasini havo. Biza sotgan bahoda sotib ham biladilar, agarda sotaman desalar do'konchilar. Havo. Taqab berib bilasiz endi. Xudo xolasa havo. Buyon tarafini endi hurmatli obunachilar yetkazib ham berib bilamiz. 10 kilodan ko'p olganlar, do'konchilar, stalovoychilar. bo'ldi.
Bir tarafına gitadi endi polni. Xudo xolasa bor. Mana endi sovursam bor ekan bu yerda endi. Sovursam taxlab qo'ydilar. Sovursam sveji, hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, polni sveji taxlab qo'ydilar. Undan tashqari kola kerakmi masalan? Fanta kerakmi? Suvlardan muammo yo'q. Hammasidan bor. Shuda mayokka kerakli narsalarni hammasini taxlab qo'ydilar. O'tirishmoqqa hammamiz bor. Bor ahang, hamma narsa bor. Albatta, hurmatli obunachilar, nomerlarni yozib qoldiramiz. Endi dastlabkasi necha qoladi ekan? Bir 5-10 kilo, 15 kilo olsak deydilar. Dastlabki Yo to'ylar olsak sadaqa taxlab bersalar deydilar. Ulardan bir so'rab qo'yasizlar. to'ylara, sadaqalara, nelere taxlab beramizdan dastlab ketib beramiz. Dükanchi, stanovoychilar bo'lsa 10 kilodan ko'p olsa, kelishib pastayan oladiganlar bo'lsa, Qazarsachalar dastlab ketib beramiz. Bo'ladi shunda. Endi Aryan taraf ham bo'ladi, Urganch, Xonqabog'at bo'lsa, haftada 2 marta yo'ling usti bo'ladi. Urganch aborincha, Urganch dehqon bozori oxirgi to'shga ya Darital nesine? Tushunarli. Bozorina. Shundan qarang, sadaqachilar ham, to'ychilar ham masalan ko'p yetadi-ku ulara. Bir 20 kilo, 15 kilo yetadi, to'g'rimi? Tortmakna. Ular ham shunda yetib beradi shunda, kelbak istaradilar. Bemalol. Tayyor nima ichishingizga mumkin, hurmatli obunachilar. Cheklanmagan miqdorda. Xolosan bundan ish qilib, obyo bilan qarang holatda kelishib beradilar. Xudo bir gün 2 gün bunun aytish kerak. Ko'proq oladiganlar Bo'ldi, tushunarli. 30 kilo, 50 kilo kerak deb. Endi bo'ladi qodam, bir 2 odam, 3 odam, 4 odam bir xil ne chiqib qolsa, Havo ikkisi 3 bir joyda kelib qolsa, u 3 metrda imkon qilishi mumkin. Mumkin ama. Shuning uchun hurmatli obunachilar, telefon urib zakazni oldindan ber qo'yishingiz mumkin. Hammani kutamiz. 9-may bilan qilamiz. Hammani bayram bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa kayfiyatlaringizga kayfiyat ulashamiz. Xudo bizdan ne xizmat olsa kelaveringlar. Bo'ldi. Xohlagan vaqti mahsulotimiz bor. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin esa, ishlaringiz omad esa. Rahmat sizga. Rahmat aka. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa hammangizni 9-may bilan tabriklaymiz. Xotiralash kuni bilan, g'alaba bilan. Ilohim shu oilalaringiz vaqtidan sog'-salomat yuringlar. Rossiyadagilar ham sog'-salomat ishlab bo'lib toshib kelinglar deymiz maydondagilar. Hammangiz esa bitta like ni bosib, aka-ukalarga jo'natib, esa mayobga qilamanda jigozlansa, tashkil xo'jaliklaringizni ajoyib qilib bir dasturxon yayamanda jigozlansa, bemalol Kirvishga zapravkanda, kilometrlik yo'lning boshida Qudrat aka mestasida kelasa, mayobgan zo'rni olasizlar. Joningiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin aka. Ishlaringiz omad. Meni kutamiz, sog' olasizlar, like bosasizlar.